Qadrli obunachilar, mana xudo xohlasa kulyapmiz, sotildi qo'ylar. Qo'ra haqida ham keyinchalik kommentariyada fikrlarni bildirasizlar. Video qilish xohlasalar, hamdam qancha ketdi, nima qilindi, nima rasxatlar keltirdi, shularni uni aytib boramizlar. Qo'ylarimiz tushdi boshladi, xudo xohlasa. Havas qildim-da, aka. Obunachilarim ham xudo xohlasa nasib qilsa hammasiga. Mana qadrli obunachilar. Allah kaç ko'rasizlar. Xudo xohlasa sotildi. Qadrli obunachilar, mana xudo xohlasa kulyapmiz, sotildi qo'ylar. Yuklash jarayonida bir savdo bo'ldi. Alloh yelillar. Uzog'i bir oyda to'q bo'ladi emas. Hoji aka, zigaretingizdan bering. Mana qadrli obunachilar, xudo xohlasa sotib qo'ylar keldi. Tushiryapmiz, hozir bir qurilyapti turgan qo'ralarga yengil obzor qilishga harakat qilamiz. Alloh. Mana qadrli obunachilar, qo'ylarimiz tushdi boshladi, xudo xohlasa. Qo'yladi. Haqiqiy sardarabkalangan zo'rlar. Nodir bir şeydi. İcalat qilma. Pardon, mana qo'zisi ham turgan. Mana ona bola qadrli obunachilar. Ichida bitta bor ekan. Mana qadrli obunachilar. Mana qadrli obunachilar, xudo xohlasa mana qo'ralarimiz keldi. Qo'ylarni haqiqiy oldilar. Tashlanyapti qo'ralarga. Qo'ralarni holatlar. Mana qadrli obunachilar. Qo'ylarimiz tushyapti. Qo'ylarni ko'ringlar. Hali bitgan yo'q qo'ylar, mana bitish jarayonida. Ustalarimiz ishlayapti, yotishibdi mana. Xudo xohlasa imkoniyat darajasida agar kimga qiziq bo'lsa, qo'ra haqida ham keyinchalik kommentariyada fikrlarni bildirasizlar. Video qilish xohlasalar, hamdam qancha ketdi, nima qilindi, nima rasxatlar keltirdi, shularni uni aytib boramiz. Lekin mana bunday tagiga hech qachon g'isht termanglar akalar. Chunki qo'ydi oyog'ini haliga oritib qo'yadi. Buni tagida shibin qo'yishibdi, lekin bu sidiklari o'zi ozgina bir ham oy turgan ekan, qo'y uni bosib oladi, press bo'lib, sidik ketish qiyin bo'ladi. Shundan keyin qo'ydi oyog'ini oritib qo'yadi. Qadrli obunachilar. Ammo usti zo'r bo'lgan. Qadrli obunachilar. Qo'ralar soni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 ta ekan. Har bitta qo'raga o'rtacha 9 tadan 10 tadan qo'y ketaveradi. 10 ta qiynalib qolar ekan. 9 ta, 8 ta qo'y zo'r turadi, har bitta qo'rada 8 tadan. Hozir qo'ydagilar ko'p, sartaraklar qilinadi, alloh. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqa ochib ko'rasizlar. Mana shunaqa xizmatlarni qilib berdik. Shular sotib berdik, narxlari 8 ming so'mdan bo'ldi. Kimga qiziq bo'lsa qilib beraveramiz, alloh. Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Xudo xohlasa mana qo'ra qurilyapti. Qiziqqanlarga xudo xohlasa shu joylaydigan videomiz hammasi yag'ishdan 5 minutdan ko'p like yig'sa, xudo xohlasa abdon atido nimaga qancha ketganiga nimalar ishlatilganiga xabar video syomkasini obzorini qilamiz, qadrli. Qadrli obunachilar, shu xuddi hozir qo'yib qo'ygan yerimizda molxona. Havas qilganlar bittadan like bosinglar. Hemen like bosib qoladi, xonadonda kamida shuncha joydan mol bo'lsin. Mana qarang, zaten toza mollar. Obunachilar. Sharamasiga gibatan tashyaptilar. Mollar zo'r ekan. Xudo xolisa niyat qildim, havas qildim, yetishsin.
Ana российский, да? Mana adil obunachilar. Masalasi. Zo'rda havas qildim-da, aka. Obunachilarim Xudo xolisa nasib qilsa hammasiga. Ozmi ko'pmi odam kuzatadi, Xudoga shukr. Hammalari baraka topsin. Haqiqiy shunaqa chorvalarni ishqivozi. Wow. Qadrli obunachilar. Oxirgacha ko'rganlar soni nechta ekan? Kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib o'tinglarchi. Sanalmadi. Besh dona yeydi. To'la bo'laydi. Mana, dalomlar 5 dona bo'ldi. Xullas.